Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a 1000 marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi har zamonda. Shunday qilib to'da bo'lib yuribdi aylanishib. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim. Qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Milishida o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Milishida o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Tarasha bo'lmaydi deyman. Qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechara. Makada terchib ketyapti. Milishida o'tiribdi. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish bu qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan sen meni sallama deydi. Men sendan kattaman deydi. 250 ga kirdim, gaping bormi? Bilasana, qarg'a 300 yil yashaydi dedi. Men bilaman desam, mana shunaqa men 250 ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'aga. 250 yildan beri borib kelaverganiga O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. 250 yil yashaganda biladi-da. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqqa borishim kerak, yoqdan uchib yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nevigidni ekan deydi qarang.